Krishtianuning o'g'li Real Madridga, Rafinhani Barselonadagi kelajagi ma'lum bo'ldi. Pep Guardiola esa Messidan keyin eng zo'r pas beradigan o'yinchi kimligini aytdi. Shu va boshqa muhim xabarlar haqida biza hoziroq gaplashamiz. Do'stlar, bugun meni kayfiyatim juda ham yaxshi. Nimagaligini video davomida bilib olasiz. Keling bir ajoyib yangilik qilib, bu videoda 5000 ta like yig'ib ko'ramiz. Yig'ilmasa hech qisi yo'q. Agar yig'ilsa juda ham baxtli bo'laman. Va albatta obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Bizni hali ham 900 ming ta odam obunasiz tomosha qilyapti. Obuna bo'lib qo'ysangiz kanalimiz rivojiga katta hissasini qo'shasiz. Endi esa yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar oling, chunki biz boshladik. Crystal Palace tarixida birinchi marta yaqinda sovrin yutib oldi. Newcastle ham adashmasam 80 yil o'tgach va nihoyat sovrinning mazasini tatib ko'rdi. Italiyada esa Bologna, Bundesligada esa va nihoyat Harry Kane ham chempion bo'ldi. Nimaga men buni aytayapman bilasizlarmi? Chunki va nihoyat Tottenham ham do'stlar chempion bo'ldi. Men yoshligimdan beri bu jamoaga muxlislik qilaman. Sabr tilaganlarga rahmat. 17 yildan beri bitta ham sovrin yutmasdan, Chempionlar Ligasi finallarida ham yutqizib, endi Yevropa Ligasini yutish bu juda ham ajoyib tuyg'u. Bu ham kamlik qiladigan bo'lsa, biz Chempionlar Ligasiga ham chiqdik. Tasavvur qila olasizmi? Premier Ligada 18-o'rinni egallagan jamoa Championshipga tushib ketadi. 17-o'rinni egallagan jamoa esa Chempionlar Ligasiga chiqdi. Ha, bu mavsum biz uchun juda ham og'ir, juda ham qiyin bo'ldi. Ammo sovrin yutib olganimiz bu rostdan ham fantastika. Qisqacha shu o'yin tugagach Telegram kanalimda adashmasam millionta bu haqida post qildim. Agarda qiziq bo'lsa, bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Havolani sizga izohlarda qoldirib ketaman. Erkak qanday bo'ladi bilasizlarmi? Mana shu odamga qarab, rostakam erkak qanday bo'lishi kerakligini bilib olsanglar bo'ladi. Jose Mourinho, Antonio Conte hamma murabbiylik qilgan jamoalarda chempion bo'lishgan. Tottenhamdan tashqari Angelos Postecoglou esa Celtic'dan kelib, birinchi mavsumni o'zida Tottenhamni chiroyli qilib yasab, Chempionlar Ligasiga chiqish uchun atigini 1 ochko yetmagan. Ammo ikkinchi mavsumida esa intervyuda men hamma jamoamda ikkinchi yil sovrin yutaman degan. Shundan keyin butun futbol dunyosi uning ustidan kulgan va mavsum davomida esa unga shu so'zlarni eslatishgan. Chunki Tottenham deyarli hamma turnirlardan chiqib ketdi. Premier Ligada esa 17-o'ringa tushib ketdi. Ammo u baribir gapiga javob berdi. O'zi Tottenhamga murabbiylik qilishdan boshqa murabbiylar qochsa, Postecoglou kelib, bunaqa bosimdan qo'rqmasdan jamoaga 17 yilda birinchi sovrinini olib berdi. Bu futbol ko'rmaydigan odamlarga siz hech qachon ishonmaydi-da, boru. Gollywood filmlaridan ham o'tib ketgan fantastika. Qisqacha do'stlar, agarda Son Heung-min uchun xursand bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Biz esa keyingi mavsum Chempionlar Ligasini ham yutishga harakat qilamiz. Cristiano Junior, Cristiano Ronaldoning birinchi o'g'li Real Madridga o'tib ketishi mumkin. Yaqinda bu haqida kichik video qilgan edik. Ammo u yerda unga Manchester United va Tottenham jamoalari qiziqish bildirayotganligini aytgan edik. Ammo endi shaxsan Madridning prezidenti Florentino Perez Cristianoning o'g'lini o'z jamoasiga olib kelmoqchi. Albatta u darhol asosiy jamoa bilan o'ynamaydi, ammo akademiyasiga qo'shilib, eng yuqori darajada mashg'ulotlar qilib, bir kun Real Madrid safida maydonga tushadi. Rostdan ham ajoyib ertakka o'xshaydi. Ammo men to'g'risini aytaman, uni birinchi bo'lib Tottenhamda ko'rishni istardim. Undan keyin esa bemalol Bale va Modricga o'xshab Real Madridga sotvorsa ham bo'ladi. Rafinha Barselonada qoladi. Yodganda 2028-yilgacha. Ha, to'g'ri tushunganingizdek, jamoa u bilan shartnomani uzaytirdi. Barselona muxlislarini tabriklayman, chunki u hozirda oltin to'pga bosh da'vogarlardan biri. Tasavvur qilish ham qiyin. O'tgan yili jamoa qo'ldan kelgancha uni Saudiyaga sotib olmoqchi edi, ammo hozir u eng muhim o'yinchilardan biri. Ham hayot shunaqa
tez o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Lamin Yamal esa hali ham jamoa bilan shartnomani uzaytirmadi. Gap shundaki, uning agenti jamoadan kafolat so'ramoqda. Ya'ni Barselona hozirda Laminni jamoaning eng ko'p maosh oladigan o'yinchisi qilmoqchi. Ammo uni agenti Barselona va'da qilgan pullarni to'la oladimi deb qo'rqayotgan ekan. PSG allaqachon bu holatga ko'zini tashlab qo'ygan va agarda ular kelishuvga erisha olmasa, yozda ispaniyalik erkin agent bo'lib qolishi mumkin va aynan shu holatda PSG unga xohlagan pulini berishga tayyor bo'lib turibdi. Lekin Barselona bu holatda xotirjam va ular o'yinchini tug'ilgan kunigacha yangi shartnomani imzolab bo'lishmoqchi va keyingi mavsum Lamin Yamalga 10-raqamni ham berishmoqchi. Bunaqa holatda Ansu Fatining kelajagi jamoada yakunlandi deb aytsa ham mumkin. Chunki hozirda jamoa uni sotib yubormoqchi. Futbol esa shunaqa beshafqat narsa ekan. Bir kun seni yangi Messi deb atashadi. Ikkinchi kun esa sendan yaxshiroq bo'lgan yangi Messi paydo bo'lar ekan. Guardiola Lionel Messidan keyin unda qo'l ostida o'ynagan eng zo'r pas beradigan futbolchi kimligini aytdi. Sizga 3 soniya bersam bu futbolchini topa olasizmi? 1, 2, 3. Balkim topdingiz, balkim yo'q. Ammo bu Kevin De Bruyne. Kecha u rasmiy ravishda Etihadda o'zining eng oxirgi o'yinini o'tkazdi. O'yindan oldin esa aynan shu so'zlarni Pep Guardiola aytdi. Ma'lum bo'lishicha, Manchester City'ning stadionining yonida tez orada Kevin De Bruynening haykali paydo bo'ladi. Bu esa nimani anglatadi? Bu esa u jamoaning afsonasi bo'lganligini anglatadi. O'tgan videolarda unga Napoli va Premier Ligadagi jamoalar qiziqish bildirayotganligini aytib o'tgandik va hozirda holat deyarli xuddi shunaqa. Yangi ma'lumotlar chiqsa, albatta birinchilar qatorida bizning Telegram kanalimizda bu haqida bilib olsangiz bo'ladi. Va bo'ldi do'stlar, bugungacha bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni sizga men aytib berdim. Tez orada sizlarni juda ko'p qiziqarli har xil formatdagi videolar kutmoqda. Shuning uchun hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ancha-muncha narsada qolib ketyapsiz. O'tgan videodagi o'yinchini bilasizlar, ko'p odamlar topdi. Albatta bu Toni Kroos edi. Endi keling, mana shu futbolchini topib ko'ring. Har doimdek birinchilar qatorida to'g'ri javobini yozgan va albatta kanalimizga obuna bo'lganlar keyingi videoda chiqadi. Siz bilan esa jonim futbolim kanali edi. Jamoalarga faqat sog'lik tilab qo'yaman, sizga faqat g'alaba. Nimadir noto'g'ri aytgan deyman, Mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.